Amerika chegarasi kirgan vaqtimda 2018 yilda 9-21. Bu hissiyatımni, bu tuyg'umni endi til bilan ifodalab berolmayman hisobda. Chunki bu yerga kelgandan keyin men o'zimning hozir qadar hamda Amerikada ishganligimni tushunmu yoki o'ng'ammu deb. Men rost Amerikaga kelib oldimmi, men endi bexatar bo'ldimmi degan shu narsani o'ylab do'zaxdan jannatga kelgandek bir tuyg'u his qildim. Jimjit, xotirjam, ham shunaq go'zal bir yurtgan shu o'ylab qoldim, Xitoy turmusida o'ylab qolib jannatga kirib qoldimmi yoki rost Amerikaga kelib qoldimmi deb. Ashani o'ylab ketdim. O'zim tug'ilib o'sgan vatanda urildim, sulandim, o'lish holatdagi odamni mishiga akeldinglar. Men shuningga faxrlanib, Amerika bayrog'iga faxrlanib yig'layapman desam, bu soqchi hayron qilib, chiqib ketsang bo'ldi. Somkangni apirishga yordam kerakmi? Achki talamsa dedi, men achki talayman dedim. Bizning charcham noyasi bir qumliqning o'ttirisiga joylashgan noyati bir kichkina bir yurt. Lekin xalqlar shunchalik tabiiy, sodda, shunday mehmondo'st, bir-birimizga yordam qiladigan, haqiqiy Uyg'ur tipini saqlab qolgan bir güzel bir hamma narsa tabiiy holatdagi bir yurt edi. Shu çünkü ben 3 kizak tug'dim. 2 o'g'il bir qiz. Shu 3 balani beqishni men bek tez ko'rdim çünkü oson emas bir onagam 3 balani beqib qilmoq. O'zim kichik bo'lgandan keyin u hech bir tuqqanim yo'q u yerda. Yo'ldishim bo'z ishlaydi. Shuning bilan opam dadam bo'lgandan keyin opam dadam beka bo'lgandan keyin shular beqib yurdi. Cho'mg'anda shularga yordamida balanim ancha cho'ng qilib akilaman go deganni o'ylab qolgan. Aeroportga kirib, shu pasportdan o'tib, tek somkalarni olmagan vaqt, shu pasportni tekshirish kirgan vaqtda shu yerdan pasportim bilan meni oyoqqa uyga kirdi, boshqa uyga kirib shu yerda so'rab bir narsani qilib, shu balni biz tutib turamiz, mana boshqa soqchilar nima qilib turdi deb, badamni tugaydi deb ochiqdi. Amniyat shu 3 soat shu so'roq qilib bo'lgandan keyin undan keyin shu yerdan beshimga xalta kiygizib, qo'limga qo'yishga kiygizib, boshqa bir eshikdan epmanimni qana qildi. Biletimni narsamni shular olib qoldi. Ashna achchiq ketib shu Urumchidagi Xijasan turmoqqa soldi. Qo'yib bergan kuni doktorxonaga bordim. Hatsi shu balam tugab ketdi. Doktorxonadagi balamni ko'rmadsam kirgizmadi, sirtdan kirgizdi. O balam shu hech bir nafaslanamda şimdi ko'ngil olmaydi qishga bormagandan keyin aynakdan ko'rdim. Ertasi shu chaqirib qutqilish unim bermidi deb shu undaq bir narsa nima qildi, undaq kallangizga tumir bir narsa kiygizdi. Bu yerda atrofda simlar chechildi, men o'ldirdiganda deb o'ylayotganmiz. Shu bir qilgan ekanlar bosh taraf ziz qilib ketadigan. Adam badan tuyuqsiz holatda endi uchu. Unda qiynisi o'lib qolsa bo'ldi ekan. Odamning tumur o'tadi-ekanda, so'ngaklar bir xil bo'lib ketadi ekan. Tasaklar bilan urdi. Shu qulog'im hozir qadar anglamaydi, anglamas bo'lib qopti. Quloq parti setlib ketibdi dedi. Katta dedi berib shu xabar bo'lmabdi. Keyin arliqda yana boshqa Uyg'urlar borgan bo'libdi. Kelganlarni anglab nima qilsa, u ne shu tutib olgan, Beijing aeroportida tutib olibdi. Ondan keyin yana boshqa birisini nima qilsa, tinglab beqishchamdi. Chunki ularningki vatanda xil bir tunishtir bor, ishkillar turadigan Uyg'urlar tijorat qiladiganlar bor. Shuni anglashchamdi. 16 yil uyga kesibdi. Shu xo'sh turmusiga yo'llabdi, lekin xo'sh turmusiga telefon qilib, undan keyin bir shaharlikini bildik. Dedi, lekin hozir ko'rishtirmaymiz, oilasi bo'lsam, pul silib bir narsa qilolmaysa, 6 oy o'tmaguncha deb boshlanadi dedi.
Bu güç, bu ilham mening birinchidan e'tiqodim, ikkinchidan ümidim ham shu vatanda qolgan shu bechora zulmga uchraganlarninki umidi, arzusi. Erkinlik, hürlik arzusi, umidi. Shu meni bu yerga chiqib so'zlashga kuchlantirdi. Men shularning ovozi. Meni saqlab turolmasligimdagi sabab men bu yerda kundan nurg'un odam o'lyotdi. Men bir kamerada 3 oyda 9 ayol o'lgan bo'lsam, boshqa 200 necha kamerada qandoq bo'ldi? Boshqa yurt noylarda qanchalik odam o'lib ketdi? Şunu ben saklayamadım. Bir gün saklasam o, bir gün saklasam aşağıda kıyıldıgan öldüğanlar bir gün köpeyip giderken. Dep şu öldürdü beni. Ahırda abamdan körep kalsam işte. Ben de geçirim sorayım evladım. Abamdan, dadamdan, özgürlerden geçirim sorayım. Ulan işim kıpıramadım. Kevi istaklarını